Salom hammaga do'stlar. Bugun men kanalimda yangi video. Bu video mohiyata tayyorlash birinchi qism bo'lib o'tadi. Hozir bizga mana bunaqa sixagich kerak bo'ladi. Stakan, shaffof idish. Mana bunaqa ikkita pichoqimiz kerak bo'ladi do'stlar. Bitta limon, eng asosiy limon. Mana bunaqa qoshig'imiz va kompot. Xolagan turlarda kompot qilishimiz mumkin. Kulgim kelyapti. Hozir birinchi o'rinda biz limonimizni to'g'rab olamiz. Bittasini chiroq qo'shish uchun olib qo'yamiz, bezaklar uchun. Bunisi ichiga bunisini suvni siqamiz. Maydaroq qilsak, suvi yaxshi chiqadi. Endi biz mana haydishimizga kompotimizni solamiz. Yetarli. Mana endi buni ichiga bu suvni siqamiz. Mana suv chiqyapti, ko'ryapsizlar. Endi buni ichini qirib, mana bunaqa joyini suvni siqamiz qoshiqda. Mana ko'rinsin sizlarga. Suv chiqyapti do'stlar, ko'ryapsizlar. Mana do'stlar. Va endi buni po'stlog'ini mana bunaqa sixagichni mana bunaqa tarafidan siqab olamiz. Mana do'stlar. Mana do'stlar, sixagichdan siqab oldik. Mana endi bu kompotimizni ichiga, ya'ni mohitamizni ichiga, endi mohita bo'ldi bu. Mohitamizni ichiga mana bunaqa po'stini archganimizni solib olamiz. Endi biz mana bu po'stlog'ini namli qilib suvni siqamiz hozir. Va buni ham sixagichdan o'tkazib olamiz. Endi bunisini sixagichdan siqab oldim, ko'zinglarni oldida. Yaxshilab aralashtiramiz va mana bu limonimizni kesuvdik do'stlar. Mana shu limonimizni ichiga solamiz hammasini do'stlar. Bu ham chiroyli bo'ladi, ham ta'mi chiqadi. Bizga kerak bo'ladi. Mana bunaqa limonni hozir biz
suvni siqamiz va ustiga chiroq qilib bosamiz. Mana hozir buni suvini siqib olamiz. Uncha ham ko'p siqmaymiz, chunki yana kerak bo'ladi. Bizga eng asosiy narsamiz bu miyata. Ranogul emas, bu miyata. Mana miyata kerak bo'ladi bizga. Hozir biz mana bu miyatamizni olib qo'yamiz va bunisini hozir dumini olib 4 ga bo'ldab olamiz. 4 ga kesib olamiz, ya'ni 1 2 3 4. Mana biz bu miyatamizni mana bunga solamiz. Mana aralashtiramiz. Mana aralashtirib oldik. Endi bu miyatamizni o'zini solamiz. Dumchasini olib. Chunki bu ham yaxshi ta'm beradi. Va endi yana ozgina kompot so'ramiz oxirida. Mana va degustation joyi. Mana endi biz stakanimizga mana solamiz chiroyligina qilib. Va bu limondan kesamiz. Buni ichiga so'ramizda qaytadan qilamiz. O'xshamadi bu. Mana asli yaxshiroq ko'rsataman. Mana mojito bo'ldi. Mana shu bilan videomiz o'z nihoyasiga yetdi do'stlar. Sog' bo'linglar, sog' salomat bo'linglar. Videom yoqqan bo'lsa like bosishni unutmanglar. Sog' bo'linglar.